Dod va zo orasidagi farq musulmonlar orasida eng ko'p bahs qilinadigan mavzulardan biridir. Bu masala ko'p yillar davomida noto'g'ri tushunilgan va keyin tarqalgan xatoliklardan hisoblanadi. U haqda bir nechta fikr, bahs-munozaralar va qarashlar mavjud. Ushbu darsda biz aynan shu muammoni batafsil tushuntirish va masalani oydinlashtirishga harakat qilamiz, inshaalloh. Keling, boshdan boshlaymiz. O'zi dod va zodagi muammo nimada? Muammo shundaki, ko'pchilik odamlar bu ikki tovushni bir xil yoki juda o'xshash tarzda talaffuz qilishadi. Shuningdek, yana ular Qur'oni Karimni ham shunday o'qilishi kerak deb hisoblashadi. Va hatto ayrimlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham Qur'oni Karimni shunday o'qiganlar deb da'vo ham qilishadi. Shunday bo'lsa, demak, ularning da'vosiga ko'ra, masalan, faddul so'zi fazl tarzida yoki asl vo tovushiga juda yaqin talaffuz qilinadi. Zilal kabi. Natijada esa ikkala tovush deyarli bir xil yoki juda o'xshash eshitiladi. Ular bu talaffuzga fasohatli dod deb maxsus nom ham berishadi. Keling, quyidagi eng muhim savollarga javob berishdan boshlaylik. O'zi dodni zo kabi talaffuz qilish to'g'rimi? Yoki Qur'oni Karimni shunday o'qish mumkinmi? Avval ikkinchi savolga javob beramiz. Qur'oni Karimni bunday tarzda o'qish aslo mumkin emas. Nega? Chunki bu lahanjali hisoblanadi. Lahanjali bu ochiq oydin xato degani. Bu haqda ko'proq bilishni istasangiz, inshaalloh kelgusida alohida dars qilamiz. Qur'oni Karim tilovatida esa bunday xatoga yo'l qo'yib bo'lmaydi va uni har doim oldini olish kerak. Shu bois Qur'oni Karimni bunday tarzda o'qish mutlaqo mumkin emas. Nega bunday? Sababi, birinchidan, Qur'oni Karimni mana shunday xato bilan o'qish oyati karimaning ma'nosini o'zgartirib yuboradi. Ba'zan esa butunlay boshqacha ma'no chiqadi. Masalan, Fotiha surasining oxirgi oyatini olaylik. Biz aslida sirotallazina an'amta alayhim g'oyril maghdubi alayhim valaddallin deb aytamiz. Lekin agar dodni zo tarzida talaffuz qilinsa, ya'ni valazzolin deyilsa, oyatning ma'nosi yo'ldan adashganlar degan asl ma'nodan to'g'ri yo'lda qolganlar degan ma'noga o'zgarib ketadi. Bu esa Alloh taolo iroda qilgan asl ma'no emas. Demak, birinchi sabab oyatning ma'nosi o'zgarib ketadi. Shu paytda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, agar ma'no o'zgarmasa, unda xato qilib aytish mumkinmi? Bu esa bizni ikkinchi sababga olib keladi. Ikkinchi sabab shundaki, Qur'oni Karim bunday nozil qilinmagan. Qur'oni Karim bizga og'zaki tarzda tushirilgan. So'zma-so'z, tovushma-tovush. Shundan kelib chiqib aytamizki, dod va zo ikkisi alohida tovush sifatida o'rgatilgan. Bunday deyishimizga sabab nima? Chunki bizni o'qitgan shayximiz o'z shayxidan qanday o'rgangan bo'lsa, bizga ham shunday o'rgatgan. Ularning shayxlari ham o'z ustozidan qanday o'rgangan bo'lsa, shunday davom etib, oxir oqibat bu silsila payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamgacha yetib boradi. Masalan, mana bu oyatni olaylik. Bu yerda ikkita so'z bor. Ular deyarli bir xil. Faqatgina bitta harf dod yoki zo bilan farqlanadi. Agar bu ikki harfni maxraj va sifatlariga amal qilib o'qilmasa, ularning talaffuzi deyarli bir xil bo'ladi va natijada quyidagicha eshitiladi. Wujuhu yawma idhin nazirah ila robbiha nazirah. Bu esa albatta xato hisoblanadi. Keling, bir daqiqa tasavvur qilaylik. Agar bu ikki so'z
aslida bir xil talaffuz qilinganida qanday qilib og'zaki ravishda ikki xil so'z bo'lib bizga yetib kelishi mumkin? Axir ular bir xil eshitilsa, yozuvda ham, talaffuzda ham bir xil bo'lib ketardi-ku. Lekin aslida ularning yozuvdagi ko'rinishi ham har xil va bir-biridan farqli talaffuz ham qilinadi. Natijada bizga ham ikkita turli so'z sifatida yetib kelgan. Shu bois biz ham ularni aniq farqlab talaffuz qilishimiz kerak. Wujuhun yawma izin nadirah ila robbiha nazirah kabi. Endi siz agar ular aslida ikki xil harf bo'lsa, unda bu muammo qayerdan kelib chiqqan deb so'rashingiz mumkin. Gap shundaki, ba'zi arablar, ayniqsa Arabiston yarimorolining ayrim hududlarida dod va zoni juda o'xshash tarzda talaffuz qilishadi. Bu ularning shevasida, lekin ular Qur'oni Karimni sheva bilan o'qimaydilar va o'qishlari mumkin ham emas. Xuddi shuningdek, Janubiy Arabistonning ayrim hududlarida yashovchi arablar qofni ga tovushidek aytadilar. Lekin ular Qur'oni Karimni hech qachon, masalan, qolatil a'robu amanna oyatidagi qolat so'zini galat tarzida o'qimaydilar. Hech qachon. Chunki Qur'oni Karimni sheva asosida o'qish mumkin emas. Zero u shunga o'xshash shevada nozil bo'lmagan. Xulosa shuki, bu talaffuz, ya'ni dodni o'rniga zo aytish haqiqatan ham mavjud. Lekin bu faqat shevada bo'lib, Qur'oni Karimda esa mutlaqo ishlatib bo'lmaydi. Bu muammo mavjud bo'lishining yana bir sababi, ba'zi qadimgi arab tilshunoslari o'z asarlarida dod haqida ta'rif berib, uni zoga juda o'xshash qilib tasvirlaganlar. Lekin bu da'voning uchta kamchiligi bor. Birinchidan, biz Qur'oni Karimda biror tovushning ta'rifini birorta yozma manba ustiga qo'ya olmaymiz. Zero yozma tavsif Qur'oni Karimning og'zaki rivoyatidan ustun bo'la olmaydi. Chunki Qur'oni Karimning jonli tarzda ustozdan shogirdga harfma-harf og'zaki tarzda uzatish an'anasi birinchi o'rinda turadi. Ikkinchidan, ba'zi arablar haqiqatan ham dodni zodek aytishi mumkin. Lekin bu Qur'oni Karimni o'qishda bizga mezon bo'la olmaydi. Va eng muhimi, Qur'oni Karimni o'qishda bunday talaffuzni qo'llash mutlaqo mumkin emas. Uchinchidan, tovushlar yozuv orqali emas, balki eshitib va taqlid qilib o'rganiladi. Ya'ni, men faqat bir kitob yozib, unda mana bu tovushni bunday talaffuz qilish kerak deb aytishim mumkin. Lekin siz uni faqat o'qib tushunib olmay, balki avval eshitishingiz va og'iz harakatini ko'rishingiz kerak. Shundagina tovushni to'g'ri hosil qilasiz. Ammo yuqoridagi aytilganlar ham eng katta muammo emas. Asl muammo ona tili arab tili bo'lmagan va o'z tilida zo tovushi kelmagan birodar va opa-singillarimizni zoni talaffuz qilishida. Ular dodni o'rniga zoni aytishga urinishadi. Lekin zoni to'g'ri talaffuz qila olmaganidan zo emas, balki za deb talaffuz qilib qo'yishadi. Chunki ular tilni tishlar orasiga yoki yoniga qo'yib talaffuz qilishga odatlanmagan. Shunday qilib, aslida dol yoki zol deb aytish o'rniga ular zal deyishadi. Bu esa yanada kattaroq xato. Chunki bu oyatning ma'nosini yanada uzoqlashtirib yuboradi. Qur'oni Karimni esa hech qachon bunday o'qish mumkin emas. Shu sababli, masalan, aslida Ramazon bo'lgan so'z ba'zi arablarning noto'g'ri talaffuzi tufayli Ramazon, keyin esa Ramazon shakliga o'tib ketgan. Ba'zan hatto shunday ismlar ham uchrab qoladi. Rizo bu aslida rido so'zidan kelib chiqqan. Noto'g'ri talaffuz bora-bora so'zni rizo deb o'zgarib ketishiga sabab bo'lgan. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa imkon qadar dodni to'g'ri talaffuz qilish. Agar buni uddalay olmasangiz, uni to'g'ri talaffuzini o'rganib olguncha, unga eng yaqin tovushni ishlatishga harakat qiling.
lekin bunga suyanib, odatlanib qolmaslik zarur. Buning uchun diqqat e'tibor bilan ko'p mashq qilish muhim. Ushbu harfni to'g'ri talaffuzini Alloh taolo barchamizga oson qilsin. Darsni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha